hurmatli tarbiyachi pedagoglar, 5-sinf idoralar maktabgacha ta'lim tashkilotini pedagog jamoasi mana bugun dushanba kuni o'quv seminarimizni davom ettiramiz. Demak, 4-mavzuga keldik. Bugun sizlar bilan ilk qadam o'quv dasturi haqida savol-javob qilamiz. Ikkinchi masalamiz test savol javoblari, didaktik o'yinlari va harakatli o'yinlardan iborat. Demak, bugun mana shu 4 narsani birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Tarbiyachilar, o'qitish strategiyalari, rejalashtirish va baholash. 5-sessiya mavzu 3. O'qitish strategiyalari va ularni tashkil etish tamoyillari. Ilk qadam 3-bob 3-3. Mana. Ko'ryapsizmi? Demak, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishda pedagogik strategiyalar haqida qisqa ma'ruza. Ilk qadam milliy o'quv dasturi pedagogik rolini quyidagicha belgilaydi. 3-bob 3-3 paragrafiga qarab chiqamiz. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglari bu shunchaki instruktor emas, balki ta'lim jarayonini yo'naltiruvchi hisoblanadi. Pedagog rollari: murabbiy bolalarning qiziquvchanligini va ijodkorligini qo'llab-quvvatlovchi, hamkorlik tadqiqotchi, bolalar bilan birgalikda g'oya va kashfiyotlarni o'rganuvchi, tutor bolalarning muammolarini mustaqil va hal qilishni va tanqidiy fikrlashini rag'batlantiruvchi, hamkorlikni yo'lga qo'yuvchi, mediator vositachi, ota-onalar, manfaatdor tomonlar va mahalliy hamjamiyat maktabgacha ta'lim faoliyatiga jalb etuvchi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishda pedagogik strategiyalar haqida qisqa ma'ruza. Shaxsga yo'naltirilgan guruhda pedagogning turli va xilma-xil rollarini hamda vazifalari. Pedagog shaxsga yo'naltirilgan guruhga quyidagi turli funksiyalarni bajarishi mumkin: qaror qabul qiluvchi, ta'limni tashkil etuvchi, kuzatuvchi va bolaning ta'lim-tarbiya oluvchi hamda rivojlanishini baholovchi, shuningdek namuna beruvchi shaxs. Qaror qabul qilish: ta'lim muhiti, materiallar va resurslar bo'yicha qarorlar qabul qiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonini dastur asosida rejalashtiriladi. Ta'limni tashkil etuvchi: yordam beradi, yo'naltiradi, rag'batlantiriladi, qo'llab-quvvatlaydi. Bolalarni ta'lim-tarbiya va o'yin jarayonida mas'uliyatni ular bilan bo'lishadi. Kuzatuvchi va baholovchi: bolalarni kuzatadi, ular bilan muloqot qiladi va ularga fikr-mulohaza beradi. Namuna beruvchi shaxs o'z munosabati va harakatlari orqali guruhda ijobiy muhit yaratadi. Demak, bu bizning kundalik faoliyatimizda amalga qo'llab kelayotgan holatlarimiz haqida gapirib o'tilgan. Xo'p. Demak, hozir tarbiyachilar sizlar bilan ilk qadam milliy o'quv dasturi haqida sizlar bilan mana o'tgan safar gaplashdik. 1, 2, 3 darslarimizda birgalikda tushuntirildi, tushundik, o'rgandik. Shu haqda endi hamma o'zi fikrini aytib beradi.